Tayyor, startda imtihonni boshlash uchun boshlandi, ketdi. Bitta yo'nalishni boshidan oxirigacha ko'rib chiqamiz. Xudo xolisa ertaga imtihonga boradigan o'quvchimiz bu. Imtihon bilan biriga bir hamma narsasi. Mana shu avtodrom. Xudo xolisa adashib ketmasdan, gruzoylarning yo'liga kirib ketmasdan yurib bersa bo'ldi. Yaxshi hozircha. %90 gradusli burilish mashqi. Hozircha yaxshi ketyapti hammasi. Bal olmadi hali. Bal olsa hisoblab etib ketamiz. Ratsa qo'yib qo'yganmiz, ratsada etib ketamiz. Keyingi mashq ilon izi. Zmeyka bo'ladi. Yaxshi, mana 1 metr oraliq masofada to'xtayapti. Mana hozir videoni uzmasdan olamiz. Oxirigacha necha minutda kelishini ko'ramiz ham. 16 minut vaqt beradi o'z imtihonda. 16 minut lekin bemalol yetadi. Bitta joyda ko'p turib qolmasaydi bo'ldi. Keyingi mashq garaj, zadniy parkovka. Hozir mana bu birinchisiga kirdi. Ko'ramiz orqa bilan olib kirishni. Yaxshi, hammasi zo'r.
Keyingi mashqimiz tartibga solingan chorraha. Ya'ni 3-chorraha. Bu yerda mana belgilar bilan ko'rsatib qo'yilgan qattiq yurishi. Hozircha yashil bo'lib svetofor ham o'tib ketsa bo'ladi. Pavorotnik yoqilgan, chapga burilyapti mana. Keyingi mashq temir yo'l kesishmasi bo'ladi. Yaxshi, mana zinakka 1 metr oralikda to'xtayapti. Imtihonni ham xuddi shunaqa shoshmasdan, sekin qarab bajarib bersa, xudo xolisa bittada o'tadi bu o'quvchimiz ham. Mana endi razgonniy palasa. Birinchi skorsda yuradi, ikkinchi skorsga olib tezlikni 20 dan bir marta oshirib berish shart. Qaytib yana 20 dan tezlikni tushirib berish kerak. Bu yo'g'iga mana sekinlashib. Razgonniy palasadan kelib burilganda shu yo'lakda qayerdadir signal chaladi, avarinka signali. Reski srazi to'xtatib joyida 3 sekund avarinkani yoqib turish kerak. Mana mashtakak signal berdi desak, to'xtadi. Avarinkani yoqadi. 3 sekund signal o'chgandan keyin harakatni davom ettiriladi yana. Ana endi oxirgi mashq parallelniy parkovkaga kelyapmiz. Parallelniy parkovka 3 ta xohlaganiga kiradi. Birinchi qatordan kelib, chiziqqa yaqin kelib to'xtasa, hammasi zo'r bo'ladi. Temir yo'lni bajaradi. Mashina uchib qoldi, 3 sekund ichida zavat qildi. Unga ball berilmaydi. Buni o'ziga ham aytib qo'yganman. O'chirib qo'ysa 3 sekund ichida zavat qilsa bo'ladi. Bo'ldi, zo'r. Shu joyda 3 sekund sanab bir ko'rib chiqib ketaverasizlar. Oxirgi mashq bajarildi. Svetofor ham bizga yashil yonyapti. To'xtamasdan harakatni davom ettirsak bo'ladi. Pavorotnik mana o'ngga yoqildi. Burilganda ham adashib ketmaydi. Birinchi yo'l SD bo'ladi. Keyingisi B kategoriya. Shuningizda adashib ketmasdan B kategoriyaga burilib, mana B ga burilyapti. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Bitta shu o'chirib qo'yganini hisobga olmasa bo'ldi, bexato. Xudo xolisa 0 ball bilan mana chiqib keladi. Finishdan o'tadi. Imtihon tamom bo'lganini bildiradi. Oxirgi pavorotnik 4-shotda qildi. Mana video 9 minut 45 sekund bo'ldi.